uchun tarixdagi eng kuchli 5 ta hukmdor. 5-si Salohiddin Ayyubiy. U nasroniylarni yutib Quddusni musulmonlarga olib berdi. U islom arkonlariga umrini oxirigacha amal qilib adolat o'rnata olgan hukmdordir. 4-o'rin Jaloliddin Manguberdi. Jaloliddin Manguberdi 22 yoshda taxtga kelgan bo'lsa, atigi 11 yil hukmronlik qildi. Shu 11 yil davomida mo'g'ullarga bir qarshilik ko'rsatdi. Qo'shinlari kam bo'ldi. Atrofdagilar hamma unga xiyonat qildi, lekin tushkunlikka tushmadi va umrini oxirigacha mo'g'ullar bilan raqobat qildi va ayanchli tarzda vafot etdi. 3-o'rinda Abdulhamid II. Abdulhamid II hukmronlik qilgan davr juda o'sha shiddatli davr, ya'ni Yevropani bosqini, sionistlar bilan masalalari. Shuning uchun Abdulhamid ularga qarshi turib bera olganligi uchun 3-o'rinda. 2-o'rin Adolf Hitler. Nega? Chunki Adolf Hitler Birinchi jahon urushida, ya'ni og'ir ahvolda chiqqan nemis xalqini yana Ikkinchi jahon urushiga yetaklay oldi, xalqni ishontira oldi. U kuchli, juda kuchli siyosatchi va juda kuchli orator edi. Shuning uchun ya'ni Adolf Hitler 2-o'rinda. 1-o'rinda tabiiyki Amir Temur. Amir Temur atrofidagilar birlashtirdi. Unga 35 yil kerak bo'ldi, 27 davlatni birlashtirdi. Lekin atrofidagilari undan keyingi siyosati to'g'ri bo'lmadi va davlat parchalanib ketdi. Siz uchun top 5 ta hukmdor izohlarda yozib qoling.